Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun xudo xolasa pasport registratsiyadan chiqqan kecha kuni. Endi xudo xolasa bugun erta sahar turib, sal shunday kechib qoldimmi? Erta sahar turib anaqa patent topshirishga ketaman anaqaga. Mana men optisidan chiqib qopti. Patent topshirgan joyga ketaman. Xudo xolasa o'sha yoqqa borib, endi o'chirt katta deyishyapti. Endi o'shancha oxirigacha ketaman. Shunday xudo xolasa kechgacha borib topshirib olsam zo'r ish bo'lardi inshaalloh. Onlayn zaryadka olmoqchi edim, onlayn zaryadka yopiq ekan. Chunki odam ko'pligidan onlayn zaryadka o'chirib qo'yishibdi hozircha. Hozir metroga ketaman. Sonrasi birinchi avtobus stansiyasiga metroga avtobusga o'tirib metroga keta olaman bitta stanovka. Mana hozir chiqib ko'rsak avtobus ham keladi inshaalloh. Bo'lasa bugun videoga olib nima dokumentlarga kerakligini ko'rib video davomida e'tiborni sovuq. Mana xudo xolasa avtobusdan tushib endi birda keldim Dinamo metrosiga. Dinamo metroda hozir o'tirib kelsa kelaman. Avtobusga qiziq. O'sha yerda oxirida tushib keyin anaqa davom etaman avtobusda. Bo'lsa telefon ko'tarib boramiz. Aslında metro turlar yapıldı. Yani iki turlarda eskalatorlar düşemem seyret. Düşemem seyret buralarda öyle yapmış karşı bu ağrı. Metro iş oldu. Metrodan tozlamış Dinamo'da akıl dönet geçi var ama teatralinde. Teatralinde resmi akıl döneti. Akıl döneti bonus görüp Koşkin'e düşüyor. Koşkin'e en sonunda avtobüsüne bu yapmışlar. Ders getiriyor. O sol İbrahim Kelli olarak yaptılar. Ama altın oyunları sürekli açmışlar. Devam ediyorlar. En son oldu. Zaten devam ediyorlar. Hareket koyuyor için. Dolayısıyla sen işin biznesine kanatı bağlı için bir sonunda biznesine kavga gelmek istiyorsan bir
pazar videosu. Başka oldu. Böyle saçma işte hareket çıkmak için şöyle. Ben artık onun için çekildim. Переход на кольцевую линию. Выход к Белорусскому вокзалу, первому и четвертому диаметрам и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Поезд следует до станции Красногвардейская. Ну, такие вот точно себе как-то koydum. Hadi şimdi. Ucuz kullanması. Işte bu kitap mı tamamlayacak? Будьте осторожны, выходя из Geçekte portföylerini video olup dersi duramadı. Az metrodan çıkıp olduk. Böylece Sekin Kırsak Saklamazım. Kendi 2-3 gün toplamaydı. Böyle de uzunlayacağım. Gösterken o olur da Akbatın kızık kızılda biraz söylüyorsun. İkinci ne var sonra. Bazı paramızı biraz. Ahırın üçte sınıfı oğlum çıramızda da. Üçte sınıfı. Önce açılmıyor. Sonra arabası orada. 5 saat, 10 saat lazım. Sürekli bir fırsat tuttu. Ters tarafı oldu, unutuldu. Ters tarafı Sarayı oldu metroslamız. Koşkunun metro tarafı oldu. Burası ikincisi Koşkun'u beraber. Sınav bir oldu, ben verdik bir
telefonimiz kitob o'qishga harakat qilamiz. Kitob o'qiyapti. Qaysi qatlarni o'qiyotganimizni qo'shib qo'yamiz. Toshkent ostonovkasiga yetib keldik. Qaysi xitlik ishlash qoldi? Tiktok bor ekan. Yo'li bo'lsa-da shu talib qolgan orqasiga so'raysiz chiqib borasan. To'xtab qis bo'lmaydi. Shu qolganlar. Hal ko'chada rasodan turdi, ostonovka avtobus o'tdi. Qo'rqoqlar. Mana shu hammalari yo'q. Faxrlangan. Burası bana Ankara'da soğuk. Yolda yani bir soğukta gözlüyorlar. Bir paket bağışık yok. Burada topşırış gitti. Bir şey. Nasıl patent oluşga borsin. Topshirishga keyin safar olishga boramiz. Bolasi lekin doda avtobus kelsa iloji boricha mana avtobusdan kirib. Mana ham to'laylar. Qo'ymaydi. Endi buyoqda kontrolni kuchi. Bu hamma migrantlar uchun kontrol kuchlilar. Очередь. Ужас. Ногой. Нам сама.
Sekin mana sevib keldik. Ko'rganingizdan olishni oldim. Çok rahatsız benim. Ertaga 60 ketganmiz, soat 8dan 6 minut o'tganda yetib keldik. Yo'q. Yana sana takip falan tutmuyorum. Neyse, yana tekrar olacak. Yolda kızdırırken bir oldu. Çiğ göz büyük ben. Çiğkeden. Orada. Sonra size bir oldu. Şimdi abet geçip orası oldu. Hala oturmaya geldik. Bundan tartışıp duruştu. Nasıl bir yoktu? Kopya ya. Bu da yavaşça alalım. Nasıl atılıyor böyle işte? Azginchadan kirgizib otdi. Zebra qilib qo'ysin. Olib qo'yadi. Peki olma. Oluşu uzayla başlık yok. Şurası etmesem mutlu gerek. Oğlum sonra kapatırken için topşırı istiyorlar. Vaqtincha gazet tutibdi oluvchilarni yana qolaman. Ne zo'r vaqt kelish oktyabr, dekabr oylarida ekan. Çok oldu. Resmi köy olmuş için köy oradan gitmiş olduk. Kanalımız çıkışını tutamız. Ne olur ki? Ama yok mu olur? Yeterli bir kreatif faydadan kurtarlar. Şöyle telefonlarla paylaşkan eken. Fotoğrafçı olarak paylaşıyor. Şeyler söylemedi yok dedi. Burası çekmeyi çekerlersiz 8 A9 top kirasını şu A9'a durup tabloya falan oturasınız da.
Hammaga assalomu alaykum. Mana hozir oxiri chiqib oldik. Imtihonni topshirib hammasini netkinchi qilib o'tib 7:51 da chiqib olmadim. 6 soat 7 da 8 ga kelganman bu yoqqa. Kun bo'yi kutib o'tirdim. Biz onlayn o'chirib olmagandim. Kutib o'tirdim. Keyin 5 ga 6 ga yaqin 6 ga 15 minut qolganda o'chirib oldim. Onlayn o'chirib olishdan so'ng chiqib ketdim. Tavsiyam kim migratsion sentr kelmoqchi bo'lsa, onlayn o'chirib olib kelsin. Hamma eshikka birinchi kirib ketasizlar. Sizlar borasizlar, sizlardan oldin bitta odam o'zbekcha o'tkazib oladi, keyin sizlar kirgizib yuboradi. O'shadan hammasidan bir kirib chiqib ketdim. Hammasi oxiri kelib bo'lsa ham. Endi onlayn o'chirib iloji bo'lsa. Assalomu bolasi uyga ketamiz qaytdi. Ertalabda oldin turgan bo'lsam, bolasi qaytdi bo'ldi. Yolda o'chirib o'tirganimda 15 minut bo'lgan paytda onlayn o'chirib kirib ko'rdim. Tavakkalga qarshi joy bor ekan. 15 minut qoldi o'zi yopilishiga. 5 minut ichida harakat qilib onlayn topshirdim. Topshirib bo'lishim bilan 10 minutdan keyin meni chaqirib turdilar. Bugun o'rganolmasdim. Mana shu rasmiylar hamma narsalarni bor. Imtihonlar o'tdi, atpechatka o'tdi, meditsinaga o'tdi, hammasini o'tib oldim inshaalloh. Endi bitta patent olishga boraman, bo'ldi, tayyor bo'lsa. Iloji bo'lsa, onlayn topshirishga harakat qilinglar. Migratsion sentr programmasi Madron deyilgan. MMCda bitta gap bilan. Inshaalloh xohlasangiz stilkasini qo'yib qo'ying YouTube'da kommentariyaga. Onlayn topshirib olsanglar ancha oson bo'ladi. Ham to'lab o'tirishni o'chirib kutib, ham o'chirib tez keladi. Например, 15 minut qolganda oldindan chiqdim, keyin qaysi xonaga borsam birinchi bo'lib meni chaqiravurishdi. Boraman, mendan oldin kirib ketgan odam chiqib ketadi, staj bilan chaqiradi. Sabab hammasini tez o'tib o'rgandim bugun. Bir kunda o'rganib ketdim. Seni tavsiya qilaman. Mana hozir metrodan chiqdik, shawarma bor edi, o'zi o'tganlar yoqardi. Shu bitta mojito bor, kafe bor, yeymiz. Saq, shu yerda ikkita tuxum sosiska yegandan beri ko'rinmadi. Suv ichmam yo'qdi. Endi 2 barobar narxlar. Keyin joyni qimlayim ko'rmadim. Hozir xonaga chiqamanmi deb metrodan qildi, allaqayam qolganda. Mana qor tozalashyapti. Rossiyaga qolib keldi-yu. Mana kutdim, mana ko'rishimni. Qor boshladi, shundan keyin sovuq. Xudo solgan bitta magnet kompyuterga borib ertaga non olsam, ertaga kimga qadrovodga bor, bugun yozib qolishdi hozir. Nima qadrovodga chiqaman. O'z chiqmoqchi emas edim, yo'q. Eski tochkam edi, yo'qolgan tochka edi menga. Yoki tanishlarim bor edi, ko'rmoqchi edim masalan. Senga yaqin boraman, Kuntsivaga, торговый centrga.